O'rtoqlar, mana shu ertalabdan kechgacha yurib, kimlar 24 soat ichida g'alaba qilyapti aytaymi sizlarga? Bitta like bosib qo'yasizlar, to'g'ri gapirsam. Mana shu ertalabdan kechgacha tong ottirib, kech kirgizgungacha 5 mahal namozini qazo qilmasdan o'qib olayotganlar haqiqiy g'alaba qozonayotganlar deb o'ylayman. Meni fikrim. Chunki dunyo o'z yo'liga, ishlar, yumushlar, tashvishlar o'z yo'liga, lekin mana bunday qiyin bo'lib ketayotgan zamonda, nafsimizni yengishimiz qiyin bo'lib ketayotgan zamonda 5 mahal namozimizga dangasalik qilmay, o'z vaqtida qazo qilmasdan o'qib olayotgan bo'lsak, bilaylikki, biz mana shu kunni yutyapmiz. Mana shu kun biz uchun g'alaba kuni bo'ladi. To'g'ri aytyapmanmi? Qo'shilasizlarmi fikrimga? Videoni namozxon do'stlarimizga tashlab qo'yaylik. Bardam bo'laylik. Har kuni g'alaba qilaylik. Xudo xolasa bir kun chinakam g'alaba bizga bo'ladi. O'rtoqlar, mana shu ertalabdan kechgacha yurib, kimlar 24 soat ichida g'alaba qilyapti aytaymi sizlarga? Bitta like bosib qo'yasizlar, to'g'ri gapirsam. Mana shu ertalabdan kechgacha tong ottirib, kech kirgizgungacha 5 mahal namozini qazo qilmasdan o'qib olayotganlar haqiqiy g'alaba qozonayotganlar deb o'ylayman. Meni fikrim. Chunki dunyo o'z yo'liga, ishlar, yumushlar, tashvishlar o'z yo'liga, lekin mana bunday qiyin bo'lib ketayotgan zamonda, nafsimizni yengishimiz qiyin bo'lib ketayotgan zamonda 5 mahal namozimizga dangasalik qilmay, o'z vaqtida qazo qilmasdan o'qib olayotgan bo'lsak, bilaylikki, biz mana shu kunni yutyapmiz. Mana shu kun biz uchun g'alaba kuni bo'ladi. To'g'ri aytyapmanmi? Qo'shilasizlarmi fikrimga? Videoni namozxon do'stlarimizga tashlab qo'yaylik. Bardam bo'laylik. Har kuni g'alaba qilaylik. Xudo xolasa bir kun chinakam g'alaba bizga bo'ladi.